demak biza har birimiz mas'ulmiz, har birimiz sobit qadam bo'lib, har birimiz tarqatuvchilardan bo'lishimiz kerak. Bu o'zinglarga, menga emas, o'zinglarni bu oilanglarga bo'ladimi, yaqininglarga bo'ladimi, yo kelajak avlodimizga bo'ladimi, sizlarni manfaatinglarni o'ylab o'tkazayotgan darslarimiz. O'shaning uchun men aytdimki, hozir o'zimizdan olmaydi. Demak, ustozdan oladimi yo kimdir ozgina sizlarga jon kuydirayotgan ilm ahlidan oladimi? Mana shu bizani darslarimiz ularga ibrat bo'lsin. O'sha kuni ham nazokatmikinlar, asalim kimdir aytdilar, mendan olmaydi ustoz, menga tashlab bering. Mana o'sha darslaringizni farzandlarimga tashlab beray deyaptilar-da. Premyamni tashlamadim. Mana bugun yakshanba kunimni men nima bilan o'tkazdim? Nega ruhiyatim baland? Mana aytayotganim, men onajonimni ko'rib kelishim kerak edi va 2-3 kun oldin bir asalim menda davolanyaptilar. Menga onajon shunaqangi nima meni travmalarim ko'pligini aytdingiz, to'g'ri aytib qoldingiz. O'shanga ham davo bormi? Eski travmalarimni men unuta olamanmi deb. Haqiqatdan ham birgina qiz, bittagina ojiza jussa Hazil akam dardni ko'tarib yurganlari yo'q. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Yana nima deyapti bugun? Men mashinamda olib yurdim. Endi onalari xavotir olmayapti ekanlarmi deb ham rosa anaqa qildim, lekin telefon qilib qo'ymadim, chunki sizga ishonadilar deganlari uchun. Где-то soat abitda olib chiqib ketgan bo'lsam, hozir shomam o'tib soat 7 ga yaqinmikin borib onalarni oldiga kirgizib yubordimda, anaqamizga, ishxonamizga. Mana shu sizlarga videoda tashlab bergan qizimni o'zlaridan ruxsat olganman va albatta ularni olib Yangi yo'lda onam tursalar, singlimnikida, mana o'sha yerga borib, ikkala ko'ngli anaqani ko'nglini ko'targanim uchun, Alloh bugungi kunimni shularga bag'ishlaganim uchun men hech ham afsuslanish u yoqda tursin. Shunaqangi ruhiyatim nima iftixorga shu nimaga to'ldiki, ruhiy ozuq oldim bulardan. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deb qo'yibdi-da. O'shaning uchun bizlarni oyog'imiz yurib turgani, yuragimiz urib turgani, ko'zimiz ko'rib turgani, hamma tilimiz, zabonimiz sayrab turgani bu Allohning hazilakkan bizga rahmati, marhamatimiz, hazilakkan mo'jizotimizda buni har biridan foydalanish, har biri uchun, har birini Alloh nima uchun yaratdi? Tilimizni o'zining kalomini ayttirgani kabi, o'zini iymon keltirish kalimalarini tilimizga jo qilgani kabi, ko'zimizni nimalardan, o'zini ilmidan, o'zini mana shu doim aytaman, ilm ikkitadir, biri tib ilmi, biri din ilmi. Tanamizni o'zi tabobatimiz, ruhiyatimiz bu dinimiz. Bizani o'zimizda mujassam bu narsa. Bizani nega kecha meni shogirdlarim kelishyapti-da, Alloh rozi bo'lsin, bosib kelgan qadamlariga Alloh hasanotlar, ajrlarini bersin. Yana oldimdan 2 soatga deb va'da berganman-ku. 3 soat bo'ldi ham ketishmayapti, 4 soat bo'ldi ham ketishmayapti. Meni jozibam tortib turgan yo'q ularni. Ularni tabobat ilmining oshiqligi tortib turibdi, bir-birimizga uzviy zanjir bilan bog'lab. Tabobatning o'zi xuddi dinimiz kabi o'ziga tortadigan maftunkorligi bor. Bu ilmni egallagan, bu ilmga qiziqqan inson mana shu ko'chadan chiqib keta olmaydi, yana ilm olgisi kelaveradi. Hozir men video tashlagan bo'lsam gruppamga, o'sha o'qitayotgan gruppamga birdaniga shunaqa o'zimga o'xshatadigan kitobning ishqivozi bir asalim bor, o'sha birdan yozyapti. Siz ana varaqlab o'tirgan kitobingizdan menga ham bormi? Ilojini qila olasizmi deyapti. Mana tib ilmi qanaqangi kuchga ega, qanaqangi sehrli jodusi bor bu ilmning. Ana o'sha ilmni farzandlaringiz o'zini mutaxassisidan, o'zini egasidan olishi uchun sizlar o'zingizlarni aytganinglarni qildira olmayapsizlarmi? Sizlar o'zingizlarni gapingizga nasihatinglar yo bo'lmasa o'gitinglar, o'shanga yurg'iza olmayapsizlarmi? Mana shunaqa paytda tarqatinglar, farzandlarimizni taklif qilinglar. Ayniqsa quloqsiz kelinlarimiz o'zimizdan olmaydi, boshqalardan oladi. Mana pul ketsa ketsin, ustozlarga qo'yyapman, ilojim yo'q. Ana o'shani aytmoqchi bo'lganim, bugun kunimni bag'ishladimki, shunaqa ko'nglim g'ururga to'lgani, mana ko'zimizning ojiza emas-ku bizada.
yuragimiz urib turibdi, ko'zimiz kulib turibdi. Hammasi Allohning shunaqa go'zal mo'jizoti, tabiati, butun quyoshi, oyi, yulduzlari, butun jamolini ko'rsatgan atrofimizdagi yaqinlarimizni har birini nigohimiz bilan ko'rib, ularni yuzining tuzilishi, go'zallik ko'zlari, kipriklari, qoshlarini biza axir tomosha qilib o'tiribmiz. Ko'zi ojizlarchi? Mana ko'ringlar, inson qaysi tomondan biza qanchalar Allohning rahmat va marhamatiga yog'ilib yuribmiz-u, burkanib, cho'milib shu darajada nima deydi, shunaqa mazza qilib yuribmiz-u, lekin ularni ko'rib turib, mana shukrona keltira olmaymiz. Qachon bo'lsa hali yo'qchilikdan noliganmiz, hali kiyimimiz ustiga kiyim yetmaslikdan noliymiz, hali ovqatimiz yo'q deymiz, yo bo'lmasa shunaqa tiqib ovqat yeb o'zimiz battar xarob qilamiz. Mana shularni negizini topish uchun, mana kasalliklar nega yildan yilga yoshiryapti? Nega bugun etib qoldilar? Gulbahorxon, to'g'risini ayting, hali 54mi, 56 ga kiryapmiz. Biza nima Ammo qaradikmi? Nega bizdagi bu haftada masalan bu uyat emas. Bu xotinning mehr muhabbati bir-biriga. Xotin bir-biriga qachon yallig'lanish, shamollash, taramizdagi bu aynan jinsiy a'zolarimizni shu darajada yallig'lanib, shamollab ketadiki, har biri bir-biriga mehr muhabbat bera olmayapti. Shu darajada jinsiy ojizlik qilinyapti. Buni ortidan qancha oilalar buzilib ketyapti, qancha zurriyotlarimiz kasalmand tug'ilyapti, qancha bizlarni Alloh shundoq mo'jiza bir shunaqangi endi oliy maqomda yaratdiki, o'zini yerdagi xalifalari qilib bizaga iqrodan boshlab o'qib o'zini ilmlarini anglashdan va ilmlarni ochgan sari mana badanimizni, tanamizni qanaqa sog'lom ushlash, qanaqa to'g'ri ovqatlanish, qanaqangi Alloh yaratgan harakatlaridan bizani tanamizni issiq qizdirib, gimnastika mashqlari bilan o'zimizdan sog'lom zurriyotlar qoldirish uchun, bir-birimizga oilamizni saqlab qolish uchun mehr muhabbatli bo'lish. To'g'ri savol beryaptilar. Birovlar uyatam deb o'ylagandir, lekin bu uyat narsa emas. Axir chunki xotinni oilani mustahkamligini ushlaydigan, birinchi bir-biriga mehr muhabbatni qiladigan mana shu bizani aynan uyat deb bilganimiz bir-birimizga bo'lgan yaqinligimiz. Ana o'shandangina bizani zurriyotlarimiz sog'lom tug'ilib, zurriyotlarimiz bachadon, bachaginani uyir. Ana o'sha yerda sog'lomligi, o'sha yerda issiqligi, o'sha yerda erkakni o'zini issiqligiga tortadigan, yo bo'lmasa erkakni o'zini ham issiqligi, jinsiy nimalardagi quvvati, hammasi ayolni issiqligiga tortadigan. Hatto menda shunaqa omonat qilib gapirishgan bilan hatto erimni o'sha issiq anaqasini his qilmay qo'yganman deb gapirishadi-da. Nima bu? Bir-biriga mehr muhabbatni sovushiga olib keladigan, bir-biridan oilaviy buzilishlarga, bo'lim ortidan farzandlarimizni ikki uyda o'rtasida na otani, na onani tanlolmasdan qanday qilib boshi ilmga ochiladi, keyin qanday qilib o'zlari sog'lom bo'la oladi bu hayotiy travmalaridan. Mana bizlarni oilani negizi ham, issiqligi ham hammamiz tanasi borib tanamizni sog'lomligiga borib taqaladi. Tanamizni sog'lom yashatolmas ekanmiz, qanchalab tadbir bor. Endi bizlarni yildan yilga yoshlarimiz orasida kasallik avj olib, tana sog'ligidan yosharib ketayotgani kasalliklarni. Oldinlar qon kasalliklari davlina bo'ladimi? Yo bo'lmasa boshqa qon quyuqligi kasalligi bo'ladimi, yurak sanchig'i bo'ladimi, infarkt, miokard insultlari hammasi oldin faqat qariyalarimizda aterosklerotik holat, ya'ni qon quyuqlik bo'lgandan keyingina yuzaga kelgan. Endi-chi nima bo'lyapti? Yoshlarimiz infarkt, yoshlarimiz insult, yoshlarimizda miya falaji, yoshlarimizda hamma sabri oshib ketgandan jinnilik kasalliklari, hammasi bu yoshlarimizni kundan kunga kasallikda yosharib ketayotganligi juda achinarli, juda har birimiz bong urib
ma'ruzalar qiladigan, har birimiz ustozlik kasbini egallab, har birimiz bu ilmni tarqatadigan vaziyatdamizda. Juda ayniqsa hozir jiddiy jahd bilan bu ishga unnamasak, jiddiy jahd bilan o'qib o'rganib, kelajak avlodimizni ushlab qololmasak, bugun o'g'lim bilan gaplashib o'tiribmanki, nima deyapman, bolam, oldingi podshohlar 12 yoshgacha farzandlarini hali sport mashg'ulotlarida chavandoz, qilichboz, nima bilan o'q otib, shunaqangi kuchli nayzaboz, hamma mahoratli anaqalarni o'rgatib, bu yoqdan butun falakiyot, Qur'on ilmi dunyoviy diniy ilmlarni hammasini kallasiga to'yintirib, 12 yoshdan keyin kerak bo'lsa boshiga toj kiydirishgan butun davlat